Ayolimiz bizga birinchi marta murojaat qilib kelyaptilar. Dvoyniya, egizak bolachala. Egizak bolachalarimizni bitta sog'lom 26 hafta 1 kun, ikkinchi bolajonimiz o'sha o'sishdan orqada qolyapti. Bolachamizda nuqsonlari juda ko'p. Ya'ni bosh miyasida mana mozolistый telo degan narsa bo'ladi. Bosh miya polusharlarni bir-biriga bog'lab turuvchi qism, shu narsa rivojlanmagan yo'q. Yon qorinchalarda kengayish bor, o'sha gidrotsefaliya boshlanyapti. Bolajonimni dahanchalari, ya'ni iyechalari, mikrograntiya rivojlanmagan. Oyoqchalari bittasi kalta, kosalaps bor. Umurtqa pog'onida ham o'zgarish bor bolajonimizda. Yurakchalarida ham o'zgarishlar bor. Множественный порог deyiladi. Ikkinchi bolajonimizda bizada nuqsonli bolacha hisoblanadi. Ishxod nima bo'ladi deb so'raydigan bo'lsanglar, egizaklar bilan monoxorialniy dvoyniyalar bitta uchada ikkalasi rivojlanyapti. Yurakchasida artmiya boshlangan. Unda yurakchasi to'xtab qolmasin, vrachlarga chiqish kerak. Agar yurakchamiz to'xtab qolsa, ikkinchi sog'lom bolajonimizni ham tug'ilishlariga sabab bo'ladi. 26 haftalikgacha sizga yetishmagan. Bunisi yaxshi joylarda, mashhur joylarda tushgan ekanlar bo'lmasam. Endi mayli, Alloh ko'zimizni bekitib qo'ysa, ko'rinmasligi mumkin deymiz, lekin o'ta nihoyatda vнимательный bo'lish kerak. Egizaklarni ko'rish qiyin. Egizaklarni hamma ham ko'ra olmaydi. Egizaklarni ko'rish bo'yicha mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi.